Erkin Asiya Radyosu'nun xabarida Sharq Turkiston Yakan daryosining yuqori eqimdagi Qaraqurum tog'larining ichiga qurilgan Artus suv ombiri butun ishga kirishgandan buyon Xitoyning Sharq Turkistondagi eng chong suv inshoot qurilishiga aylanib, atalmish Xinjiangning Uchbo'g'oz to'smasi degan nomga erishgan. Xitoy taratqullarining oshkorlashicha, Yakan nahiyasining Qo'shrab yezisi bilan Aqtu nahiyasining Ko'srab yezisining chegarasiga joylashgan bu suv ombiridagi suv elektr stansiyasining navbatda 6 dona tok chiqarish mashinasi bor bo'lib, o'tgan yilning oxirlarida uning tok ishlab chiqarish miqdori 3 milliard 660 million kilovat soatga yetgan ekan. Xitoy xabarlar to'rining bildirishicha, bu qurilish Sharq Turkistonning janubidagi 3 viloyat va oblastning tok masalasini hal qilib qolmay, Yakan daryosining tuvan yiqimidagi 5 million aholini kelkun ofatidan qo'g'digan. Lekin mutaxassislar bu suv ombirining bexatarlik xavfi va daryoning tuvanki iqimidagi bo'stonliqlarga bo'lgan ekologiyalik ta'siridan andish qilib qolmay, Xitoyning bu suv ombiri orqali Yakan daryosining tuvan iqimidagi Uyg'ur nopusi eng zich o'ltiraqlashgan bo'stonliqlarni suv bilan ta'minlashni kontrol qilganligi, buning bu bo'stonliqlardagi Uyg'urlar uchun texnik cho'ng yoshirin xavf paydo qilganligini bildirmoqda. Xitoy hukumati buningga o'xshash suv ombirlari orqali Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni texmi unumli kontrol qilishni, texmi ko'p Xitoy aholi o'rinlashtirishni maqsad qilgan ekan. Lekin Xitoy xabarlar torining uchurda Qaraqurum teg'idan keladigan Yakan daryosining kelkun eng ko'p keladigan, kelkundan mudofialanish eng qiyin bo'lgan daryo ekanligi, kelkun ofati bu daryoning yoqisidagi har qaysi millatlarning ishlab chiqarish va turmushiga og'ir tahdid ekanligini ilgari surgan. Xabarda aytilishicha, Yakan daryosidan keladigan yillik suv miqdorining 60% dan ko'pragi 6, 7 va 8 oylarda keladi ekan. Xitoyning Hind Tinch okeanidagi harbiy mavjudligini oshirishi, Tayvanni ishg'ol qilish tahdidlarini kuchaytirishi, Xitoyga qo'shni davlatlar, g'arb ellarining Xitoyga taqobil turish irodasini har qanday vaqtdagidan bek chingitganligi ma'lum. Bo'libmi Rossiyaning Ukrainaga tajovuzchilik urush qo'zg'ishi ham Xitoyning Rossiya tarafida bo'lishi bu davlatlarning Xitoy haqidagi andisini texim kuchaytgan. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishidaning yaqinda Avstraliya, Angliya va Amerikada elib borgan rasmiy ziyoratlari va bu ziyorat jarayonida imzolagan kelishimlar Amerika, Yevropa, Osiyo davlatlarining Xitoyga o'rtaq taqobil turish irodasini namoyon qilgan. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Amerikadagi rasmiy ziyorati mezgilida so'zlagan nutqida buni nihoyat ochiq tilga olgan. Fumio Kishida Xitoyni Amerika va Yaponiya har ikki davlat uchun eng yadrolik tahdid deb ko'rsatgan va bu xavfga taqobil turish uchun G7 davlatlar qatorliq o'xshash ko'z qarashdagi davlatlar aro hamkorlikni kuchaytirishning zarurligini ta'kidlagan. Wall Street jurnalidagi maqolada aytilishicha, Rossiyaning Ukraina qilgan tajovuzchilik urushi Yevropa davlatlarini Xitoy tahdidi masalasida Amerikaning chaqiriqiga ovoz qo'shishiga sabab bo'lgan ekan. Darvaqa Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Angliyadagi rasmiy ziyorati jarayonida Angliya bosh vaziri Rishi Sunak bilan birlikda Hind Tinch okeanining muqimligi va bexatarligiga kafolatlik qilib, Xitoy tahdidiga o'rtaq qarshi turishni maqsad qilgan bir tarixiy kelishimga qo'l qo'ygan edi. İki davlat imzolagan bu harbiy kelishim bo'yicha London bilan Tokio Hind Tinch okeanini markaz qilgan holda texnik keng ko'lamlik, texnik murakkab harbiy manevr o'rinlashtirishni planlash va yetkazishni kuchaytirgan bo'lib, kelishimga asosan har ikki davlat qurolli qismlari bir-birining ziminiga o'rinlasha oladi ekan. Indoneziya yangi jinoiy ishlar qonuni ma'qullab, kommunizm va marksizm, leninizmni tashabbus qiluvchilarni 15 yillik qamoq jazosiga hukm qildi ekan. Mutaxassislarning qarashicha, bu dunyo xarakterlik mudofaasining Xitoyga qarshi umumiy yuzlanishi ekan. 6 dekabr kuni Indoneziya Davlat Majlisi jinoiy ishlar qonunini tuzishga kirgizib, qonun loyihasining 188-moddasida Indoneziyada kommunizm va marksizm, leninizmni tashviq qilganlarga davlat bexatarligi ziyon yetkazish jinoyati bilan jazo berilganligini, kommunizm va marksizm, leninizmni og'zaki, yozma yoki axborot shaklida oshkora tarqatuvchilarga va yoki taraqqiy qildiruvchilarga 4 yildan yuqori muddatli qamoq jazosi berilganligi, agar yuqorqi harakat Indoneziya qurushdagi 5 prinsipni o'zgartsa yoki uning o'rnini olsa, eng yuqori 7 yil qamoq jazosi berildi ekan. Tarixiy sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Indoneziya 1960-yillarda kommunizmning eng yuqori pallasiga chiqqan bo'lib, kompartiya a'zolari millionga yetgan ekan. 1965-yilga kelganda Indoneziya hukumati keng ko'lamli kommunist kuchlarni yo'qotishga, kommunizmni cheklashga boshlagan ekan. Yaqinqi yillarda Xitoy bilan Indoneziya o'rtasidagi iqtisodiy va savdo munosabati cho'nqurlashgan bo'lsa-mu, ammo ikki davlatning ideologiyasi yanil farqli bo'lgan. Kommunizmga simol qilingan o'rg'oq, bolqa va qizil bayroq Indoneziyada tubdan cheklangan.
Mutaxassislarning bildirishicha, qattiq qonun bilan oldini olish tadbirlari bilan bundan keyin Xitoyning Indoneziyadagi keng ko'lamli tashviqot bo'shlig'ini texmi tarayotgan ekan. 30 o'g'il mashrafining tashkiliy qurilmasi asosan mashraf begi, yigit beshi, dorigay begi, ko'l begi, pashshab qatorliq amallardan tarkib topgan bo'lib, ularning har birining o'z oldiga vazifalari bo'ladi. Mashraf begi 30 o'g'il mashrafidagi eng yuqori mansab nomi bo'lib, u asosan mashrafning butun jarayonlarini nazorat qilguvchi, mashrafdagi da'vo dastur ishlarini bartaraf qilguvchidir. Pashshab mashrafning intizomini boshqaruvchi bo'lib, odatda soqchi vazifasini o'taydi. Mashrafning qoida tuzumlariga xilof ishlar ko'rilsa, mashraf qatnashuvchilari shu so'rinning o'zida pashshabning boshqarishiga shartsiz bo'ysunadi. Pashshabning qo'lida odatda gultayoq deb atiladigan darri bo'ladi. Gultayoq yumshoq tal chiviqlari yoki tivilg'idan yasaladigan bo'lib, elastikiligi nihoyat yuqori. Jazo ijro qilishga to'g'ri kelsa, pashshab jazolanuvchilarni ana shu gultayoq bilan yengil darrilaydi. 30 o'g'il mashrafiga a'zo bo'lg'uvchilarning soni cheklanmaydi. Ammo bir mashraf tashkili 30-40 kishidan ishib ketmaydi. 30 o'g'il mashrafiga a'zo bo'lish tuzumlari mukammal bo'lib, mashrafga a'zo bo'lg'uvchidan belgilik shartlarni o'rindash talab qilinadi. Oldi bilan mashrafga qatnashishni talab qilguvchi yigitni dadisi yetilab mashraf so'riniga akiladi. Pashshab bu ahvolni mashrafga ham yigit beshiga xabar qiladi. Ular ruxsat qilgandan keyin yigitning dadisi mashraf a'zolarining oldida o'g'lini mashrafga a'zo qilish haqida iltimos qiladi. Mashraf begi ham yigit beshiga balaning ustixini bizning, go'shi sizlarning, adab axloq o'rgansin deb mashrafga akeldim deydi. Bu mashrafning tatliqchiyi, ochiq tayiqi bor. Chidisangiz kirishga ruxsat deydi. Bola chidayman deb javob bergandan keyin uning mashrafga qaytilishiga ruxsat qilinadi. Bu chaqda mashraf ahli bu balaning so'riniga qandoq sovg'alarni akelganligini so'raydi. Balaning dadisi 30 o'g'ilning gullariga atab necha to'ga, necha ot, kala qo'y akelganligini ma'lum qiladi. Amaliyotda bu yerda deyilgan hayvon nomlari mashrafda umumlashgan simvollik nomlar bo'lib, to'ga degani qo'g'in tavuzni, ot degani tuxumni, kala yoki qo'y degani olmani ko'rsatadi. Bu sovg'alarni pashshab jamoatga ko'rsatgandan keyin ko'l begiga topshirib berdi. Uningdan keyin mashrafga qabul qilinmoqchi bo'lgan bu yigit o'zining ma'lum ortiqchiligini 30 o'g'ilning oldida ko'rsatib berish shart. Agar hech qanday aloyidligi bo'lmasa, ma'lum bir hayvon yoki biror qushning sayrishini do'rab bersimi bo'ladi. Shuning bilan balaning dadisi o'g'lining mashrafga qitilganlik sharpiga 30 o'g'ilni uyga mashrafga taklif qiladi.